qurbonlik go'shtini qandoq bir taraf qilamiz? Hammani o'zimiz yemdi yoki qandoq tarqitish kerak va yana o'rtaq qurbonlik qilish masalan biz balkim ko'pincha xalqimiz qo'yni qiladigan Turkiyada hamda kala qilgandan jiqroq nisbatni egallaydigan. Agar o'rtaq qurbonlik qilgan taqdirda buning kelimalar. Endi go'shtni taqsim qilishda hamda eng shu munosib shunday yo'l hamda ulamolar tarjih qilib qo'llab kelgan yo'l hamda 3 ga bo'lib uning bir bo'lagini faqirlarga, kambag'allarga taqitib berib, bir bo'lagini mehmonga taqdim qilib, masalan, mehmonlar yetlig'ili keladi o'yin qilib. Bir bo'lagini o'zi yesin deydi hamda. Yeyish kerak qurbonlik go'shtini yeyish kerak. Hamda bu nima bir qanchaylar birlashib o'rta qurbonlik qilishni damonlam deganda hamda uning bir kala yoki tugi bo'lsa, eng jiq 7 odam ishtirok qila oladi ekan. Mayli bir oiladan bo'lsin yoki boshqa oiladan bo'lsin, eng jiq 7 odam buningga ishtirok qila oladi. Unda az odam bo'lsinmi, qilsa bo'ladi yani uni. Bir odam o'zini qilib olsa bo'ladi hamda. Ammo u qo'yda bir odam qila oladi ana. Shunday hamda. Yani normalde bir ailege birini mesela balag'atga yetganlar bo'lsa, ayrim qilish qudrati bo'lsa, yani qilsa bo'ldi-ku. Qilaman desa bo'ladi, savob bo'ladi. Chunki mana u yaxshi amal bo'lgan degan, haliqi bir qilmasa bir gunoh o'tgan emas hamda. Yaxshi amal bo'lgan ekan, yaxshi amalni qancha agar qila olsa, qilaman desa, qilg'ini yaxshi hamda. Masalan, bir oilada 5-6 bolalar bilan ayoli birlashib biz shuni bir kala qilayli, hammamizning nomidan bo'lsinmi deb qilsa, tamam, o'zining ishini qila olsa, ammo qilsang bo'ldi deydigan gap yo'q ayna. Chunki shuning niyatiga, shu g'ayratiga shunday qilgan qarab savobga erishadi ayna. Xo'sh, tamam.